Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, mana ko'rishlar mumkin. Ishxonamizdan ozgina ish jarayonidan lavha qilamiz. Toshkentga tayyor bo'lib turgan navesimiz Lexali variantda, firmalari lazerli variantda bo'lgan. Mana ko'rishlar mumkin. Uzunasi 10 metr, eniga 23 metrga bo'lib turgan navesimiz. Turga tur, profillari qalliga 1.7. Ko'rishlar mumkin. Toshkentga tayyor bo'lib turgan darvozamiz ham bor. Yarim 2 qavatli bo'lgan darvozamiz. 2 arka fason. Islarimiz 1.8 isdan bo'lgan, profillarimiz 1.7 stena, qalligi. Ustiga 03 nimadagi islarni bosib berganmiz. Ichkarida mana Andijonga tayyor bo'lgan darvozamiz ham kraskasi chachilib oldi, xudo xohlasa. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stenada. Tevasida 50 sm alohida ochilmaydigan joy qilib berganmiz. Bu darvozamiz fasoni bir arka fason bo'lgan. Kimga shunaqa darvoza, naves, panjara, perila xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekranni pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.